Dahshat! Prezident Ko'rsin, Gulira'no Qosimova jonli efirda Abror domlaning asl yuzini ochdimi? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun internet tarmog'ida shunday murojaat tarqaldiki, bunga hech kim befarq qarab tura olmaydi. Blogerlar va diniy ulamolar atrofidagi tuganmas mojarolar endi davlat rahbarigacha yetib borishi so'ralmoqda. Ushbu shov-shuvli videoda ko'rasiz. Prezident Ko'rsin, Gulira'no Qosimova nega aynan prezidentga murojaat qilishga majbur bo'ldi? Sabr kosasi to'ldimi? Jonli efirdagi shok iddaolar, Abror Muxtor Aliga nisbatan qanday og'ir ayblovlar qo'yilmoqda? Asl yuzi ochildimi? Xalqning reaksiyasi, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu ochiq kurashda kimni qo'llab-quvvatlamoqda? Biz tarmoqda yangrayotgan barcha faktlarni xolis yaritib, hukmni o'zingizga havola qilamiz. Sizningcha bu mojarolarda kim haq va kim nohaq? Davlat rahbari bunday holatlarga aralashishi kerakmi? Videoni ko'rib, o'z xulosangizni izohlarda qoldiring. Video kerakli joylarga yetib borishi uchun like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bola Islombek, blogger. U muhtoj oilalarga yordam berib keladi. Ayrim gaplarini tushunmasangiz, o'zim tushuntirib beraman. Bu bolaga Alloh taolodan dardmi? Lekin jigarlar bu dardni davosi bor ekan jigarlar. Bu bolani Moskvaga olib Hozirda shu bolaning operatsiyasi uchun mablag' to'planmoqda. Jami 300 ming rubl kerak ekan. Ehson pullari 19-martga qadar to'planadi. sizni bolanizga o'tib, maktablarga boradi. Tadavvur qiling. Sizni bolangiz shuni abuqay nima qilasiz? O'ziga shukur qiling. O'zingiz zakotini bering. Bu oyda baxillik qilmang. Ramazondagi ehson jannat kaliti. Bu oyda berilgan 1 so'm ehson boshqa vaqtdagi minglab so'mdan afzalroqdir. Uning aybi nima? Taqdir sinovimi? Yo'q, bu sinov unga emas, aslida bizga, sizu bizning oqibatimizga berilgan sinovdir. Mana shu devorlar tilga kirganda edi. Qancha og'riq va tunlari to'kilgan ko'z yoshlarga guvoh bo'lganini aytib berardi. Murojaat uchun Islombekka aloqaga chiqing. Telegram, WhatsAppdan. Assalomu alaykum, hammalarga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, omonlik tilaymiz. Bugungi efirimizni, jonli efirimizni ko'rib turganinglarda Gulira'no Qosimovani o'sha murojaatlari bilan boshladik. Ya'ni o'sha bugun efir qilishga oxir majbur qilishdi. Bu gaplarni gapirib o'tmasam, boshqa qilmasam, o'sha bo'lmayapti. Ko'pchilik holatlarda, ba'zi bir holatlarda chegaradan chiqib ketish bo'lyapti, tarafkashlik holatlari bo'lib ketyapti. Hattoki O'zbekistonda yashab turgan odamlar bir-birini go'shini yeb, bir-biriga tarafkashlik qilib, bir-biri bilan juda hali bir narsalarning orqasidan ziddiyatga kelib qolyapti. Shuning uchun men gapirmasam bo'lmaydi degan holatda hozir majburiy mana shu efirni yoqishga harakat qildik. Shuning uchun hozir Gulira'no Qosimovani o'sha murojaatlarini eshitib o'tamiz. Undan keyingi ba'zi bir holatlarga oydinlik kiritib o'tamiz. Balkim bu efirimiz uzoqroq bo'lishi mumkin. Xudo xolasa duo qilib turasizlar. Alloh haqiqatni yuzaga chiqarsin. Biz kimnidir tarafida emasmiz, yo kimdirni yonida nima qilgan joyimiz. Alloh haqiqatni yuzaga chiqarsin. Shuning uchun biz efirimizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Otabek aka, yaxshimisiz? Alaykum Avvalo assalom, efirdan oldin O'zbekiston Respublikasidagi barcha o'sha ayollarni, onalarni, opa-singillarni bugungi 8-mart Xalqaro ayollar kuni bilan tabriklayman. Qizlar kuni bilan o'zi har kuni ayollarimizni tabriklasak, ularga rahmat aytsak oz. Bugun shunaqangi fursat, shunaqangi nima berilibdiki, imkoniyat, butun xalqqa misol murojaat qilsak, hamma hozirgi daqiqani o'zida eshitadigan holatdamiz. Allohga shukr, shunaqangi bir mo'jizalarning ichida yashayapmiz. Endi agar ruxsat bersangiz, Bir daqiqa efirda shuni ovozni tekshirib olay. agar ruxsat bersangiz, efirda Ovozni tekshirib olay. agar ruxsat Yaxshi. Tak, ovoz menda hozircha yaxshi, menda internet yaxshi bo'lganligi uchun agar ovoz yaxshi bo'layotgan bo'lsa, Gulira'noni mani ovozim yaxshi ketayotgan bo'lsa, sizlardan bitta iltimos, o'sha plus tugmasini bosib qo'ysanglar, bemalol xotirjam gapiraveramiz. Tak, super.
Ovoz yaxshi ekan. Yaxshi deyish. Tak, boshladik. Aha. Demak, rahmat bugun Otabek Hamidovda ham, Sirojiddin Mediada ham, sizni nimalaringizni ham, kommentariyalaringizni hamma joyda tabriklashyapti. Rahmat kattakon tabriklar uchun. Men agar ruxsat bersangiz, gapimni boshida Saida Shavkatovnaga, ya'ni kim? Administratsiya rahbari, prezidentimizda haligi birinchi vakillaridan bo'lgan xodimlariga murojaat qilmoqchimanki, kuni kecha nimani ayol sudyalarni bayramoldi yig'ilishlarida administratsiyamiz rahbari Saida Shavkatovnani bizlarga yetkazdirgan bir ajoyib xushxabaridan ham xursand bo'ldim, ham qaysidir ma'noda ko'nglim achishdi. Sababi Saida Shavkatovna aytishdiki, prezidentimiz navbatdagi bir ajoyib qarorni imzolaganlari biz O'zbekiston ayollarida judayam bir kuchli mehrni uyg'otib, shu bilan birga aynan meni hozirgi vaziyatimda oliydigan bo'lsangiz, birozgina xafa bo'lgan holatim ham bo'ldi. Hozir bu murojaatni to'g'ridan to'g'ri efir vaqtida yo'llashimga sabab ko'pchilik aytadiki, bu qizga yozib berishyapti, bunga kimdir o'rgatyapti, bu o'sha yozib bergan narsalar murojaat qilib chiqyapti. Yo'q, mana to'g'ridan to'g'ri efirda murojaat qilmoqchimanki, hurmatli Saida Shavkatovna, siz kuni kecha aytib o'tdingizki, Shavkat Miromonovichni ayollar va bolalarga bo'lgan zo'ravonlikka endilikda murosasiz kurashishlik haqidagi qarorni imzolaganliklarini aytib o'tdingiz. Shu o'rinda men aytamanki sizga, men mana 1 yildirki o'z haq-huquqlarimni so'rab kurashib chiqyapman. Oddiy misol 24-dekabrda aynan shu ichki ishlar xodimlari internet tarmoqlarida sizdirilgan videolarni ham ko'rishingiz mumkinki, hatto kiyinishimga imkoniyat berishmagan. Vaholanki o'sha kuni chap oyog'im yaqqol ko'rinib tursa-da, hali hamon u jarohatlar eski deb o'sha gapni ushlab turishibdiki, agar eski bo'lsa nimaga o'sha o'zlari tarqatgan videolarda ham u tan jarohatlari yo'q. Vaholanki ikkita ekspertiza bu tan jarohatlarida o'sha kuni yetkazdirilgani, bittasi eski deganim bilan bittasi o'sha kunga taalluqli deb bergan. O'sha 7 ta tan jarohatlari qani bo'lmasa? Agar shu narsalar bor bo'lsa, haqiqatdan rost bo'lsa, men eshitgan gaplarim to'g'ri bo'lsa, sizdan iltimos qilamanki, shu ayollarning huquqlari buzilgan holatga murosasiz kurashishni mendan boshlang. Hurmatli prezidentimda Farg'onaga tashrifi bo'ladigan ekan, buni nima qilib eshityapmanki, hurmatli prezidentim Shavkat Miromonovich, siz prezident bo'lganingizdan beri ko'rib turibmiz, tan olish kerakki, ayollar haq-huquqlariga murosasiz kurashilinyapti. Tanzila Narbayevani, Saida Shavkatovnani ko'plab chiqishlari yoki aytaylik chet davlatlarda grantlar yutilganlik holatlari hammasiga guvoh bo'lyapmiz. Bugungi kunda chet davlatda menga juda ham ko'plab odamlar to'g'ri nimani rus tilida, ingliz tilida bemalol gaplasha olaman. Shu tilda murojaat qilib chiqing, biz sizni haq-huquqlaringizni aynan o'sha nimalarda yutilgan nimalarda, loyihalarda olib chiqamiz deyishyapti, lekin men vatanimni yaxshi ko'raman. Men bilamanki, O'zbekiston Respublikasida hali hech bir ayol shunchaki qolib ketmagan tahqirlanib. Men o'z huquqlarim uchun mana keyingi oy aprel kelsa 1 yil bo'ladi. Mana 1 yildan beri men o'z haq-huquqimni himoya qilib kurashyapman. Sizdan agar o'sha tan jarohatlar eski bo'lsa, o'zlari sizdirilgan videoda menga 7 dona chap oyog'imdagi tan jarohatlarini ko'rsatsangiz, xalqning oldida aytyapman, men boshqa kurashmayman agar. Haqiqatdan men eski tan jarohatlarni shantaj qilib, ichki ishlar xodimlariga tuhmat qilib, o'sha kuni menga yetkazdirishdi degan bo'lsam-u, lekin o'zlari nima qilib sizdirilgan videolarda u narsa demak, buni o'sha kuni yetkazdirilganligini tushunish qiyin emas-ku. Demak, sizdan iltimos qilamanki, yo o'sha tan jarohatlarini beringlar, yoki o'sha kundagi tezkor tadbirda qarorini beringlar, yoki o'sha kundagi tezkor tadbirda videosini beringlar, men to'xtayman. Lekin agar bundan boshqa holatlarda men to'xtamayman. Nima uchun bitta tizimda sha'ni uchun bitta ayol kishini shuncha yillik qilgan mehnatlarini bir pul qilib turib faqatgina buzuqqa chiqarish kerak? Qachongacha bitta nimalarda bir tizim yoki nimanidir xodimlarni ularni qilgan bir ko'rkirona qilgan, bir hali vahshiylarcha qilgan ishlarini shunchaki boshqa narsalarni vaji bilan yopishimiz kerak. Axir prezidentimiz bugungi kunda ochiqlik siyosatini talab qilishmayaptimi? Axir bugungi kunda hamma mana shu blogerlarga, internetdagi misol jurnalistlarga, ommaviy axborot vositalariga ochiqlik siyosatini o'sha qo'llab-quvvatlayotgan davlatimiz rahbari emasmi? Nima uchun bugun bizni ovozimizni o'chirishga harakatlar bo'lyapti? Oddiy misol Andijondagi sudni olaylik. Men internetga ko'p chiqmayapman.
Andijonda dastlab 100 ga yaqin odamlar kelayotgan edi. Lekin ming afsuski kuni kecha eshityapmanki, ayrimlarini 183 bilan, ya'ni mayda bezorilik bilan ayblashyapti ekan. Kimlarnidir shunga ogohlantirishyapti ekan. Nima uchun menga borib maslahat berish yoki ochiq sudni tomosha qilishga borgan oddiy xalq javobgar bo'lishi kerak. Hurmatli Shavkat Miromonovich, axir sizni o'zingiz ochiqlik siyosatini qo'llab-quvvatlayapsiz-ku. Hurmatli Saida Shavkatovna, balki sizlarga boshqacha ma'lumotlar yetib borayotgandir. Balki bitta tizim o'zini bir chirkin o'yinlarini bekitish uchun kimlarnidir qora qilib, kimlarnidir yollab, haligi o'zini bir tayin tarovati yo'q, o'zini bir nimasi yo'q odamlarni yollab sizlarga boshqacha ma'lumotlarni yetkazdirayotgandir. Axir men nohaq bo'lsam, nimaga unda bular shunchadan beri birorta bir dalil yoki biror nimani keltirib berisholmayapti? Nima uchun biz O'zbekiston Respublikasini ayollarini qaysidir bir chet davlat fuqarosi, qaysidir bir burchakka tiqinib olgan bir haligi manqurt odam so'kib chiqish kerak? Nima uchun biz ayollarni oddiy mana shu sud jarayonlarini boshqacha provokatsion holatga yetkazdirilishi kerak? Men bu narsalarga nafaqat O'zbekistonda ayoliman, nafaqat, balki men bugungi kunda ham davlatimizda pedagogman, davlat xizmatchisiman, hurmatli Saida Shavkatovna. Meni endi qo'ya turing, qolgan mana shu Furqat tumanidagi barcha ishlab ketgan rahbarlarning oilalari-chi, quda-andalari-chi, ularni yaqinlari-chi, farzandlari-chi? Otalari haqida bunaqangi gap so'zlar, asossiz bo'lgan tuhmatlar, hattoki birorta dalil bo'lmagan tuhmatlarni bugun keng ommaga qo'rqmasdan olib chiqishyapti. Nimaga? Sababi bor. Yaqinda mana Yusupov davlat ustidan ariza qilsam, ichki ishlardan menga xat keldiki, hech qanday tekshiruv o'tkazdirilmasdan ularga xizmatlari uchunmi bilmayman nima uchun unda meni tuhmat qilib chiqsa ham ishqiy munosabati boshqa dalili yo'q. Lekin uni nimasida harakatlari jinoyat alomati aniqlanmadi deb menga javob xati berishdi. Unda na bir ekspertiza bor, na u bolani tushuntirish xatisi bor, na meni chaqirib bu masala haqida tushuntirish olingan. Shunchaki murojaatni yopish uchun birgina imzo bilan uning harakatlarida jinoyat alomati aniqlanmadi degan javob kelyapti. Qolgan holatlarda ham nima bitta davlatda ayolini, bitta davlatda pedagogini xohlagan odam chiqib xohlagancha nimasida ko'yida yomonlashi mumkinmi? Buni qanday tushunish mumkin? Nima uchun biz davlat uchun biz sog'lig'imizdan kechib tunu kun ishlab, o'sha hokimlar, o'sha eski ichki ishlar rahbarlari, o'sha prokurorlar, o'sha soliq rahbarlari kunu tun sektorlarda ishlab davlat uchun xizmat qiladi-yu, kuni kelib qaysidir bir ahmoq chiqib ularni nimasiga, xulqiga, tarixiga noto'g'ri baho bersa, bunga hamma jimgina tomosha qilib, bo'lmagan gaplarni, tuhmatlarni jimgina eshitami? Axir shuncha xizmatchilarini sha'ni, qadr-qimmati, obro'yi qayerda qoladi? Hurmatli Saida Shavkatovna, bundan keyin qaysi ayol yurt uchun jon berib ishlashga tayyor bo'ladi? Qaysi odamlar yurt uchun ishlashga tayyor bo'ladi? Axir ertadan keyin ular ham ishlab ketgan joyida buzuqqa chiqib tursa, kim ham ishlagisi keladi, hurmatli Saida Shavkatovna? Bugungi kunda siz qo'ying, urgan, kaltak yegan ayollarni qo'ying. Internetda mana 1 yildirki meni dodim butun YouTube'da bosyapti. Hamma zerikdik, boshqa qildik deganlar ham topilyapti. Qo'llab-quvvatlaganlar ham topilyapti. Men-chi men? Men qachon o'z hayotimda to'liq yashab keta olaman? Qachon men o'zimni fuqarolik konstitutsion huquqlarimdan foydalana olaman? Qachon ular hech qanday dalilsiz, nimasiz faqatgina rahbarning topshirig'i bilan bajargan xodimlar qachon bir qonun oldida javob beradi? Hurmatli Saida Shavkatovna, axir birinchi tergovda ham men 6 oy kutdim. Endi bu tergovda ham hozir qolgan xodimlarga nisbatan Farg'ona viloyat prokuraturasida 141-3 bilan B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bir guruh shaxslar tomonidan degan bandi bilan. Xo'sh, bu uchun ham vaqt o'tishini kutishim kerakmi? Yoki ularni yetkazdirgan tan jarohatini o'sha o'zlari sizdirgan videoda ham ko'rinmayapti-ku, eski bo'lsa. Nima uchun men yana qayta internetga murojaat qilishim kerak? Axir konstitutsiyada belgilangan-ku. Belgilab qo'yilgan haq-huquqlarimni berilishida sizdan amaliy yordam so'rayman. Mana to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda hech kim o'rgatmasdan o'zimni uyimda yashab turgan holatimda sizga murojaat qilib chiqyapman. O'ylaymanki, shu kunga qadar qaysiki tahqirlangan, qaysiki bir nimasida bir hayotini izdan chiqarishga harakat bo'lgan ayollarga siz va hurmatli prezidentimiz juda ko'p bora yordam berganinglarni, Tanzila Narbayevani ham xususan murosasiz kurashganlarini guvohi bo'lganmiz. Meni masalamda ham amaliy yordam so'rayman sizlardan.
Hozirgi tergov bo'layotgan holatda ham men Farg'ona viloyatidan Toshkentga ko'chirilishida amaliy yordam so'ragandim. Vaholanki bu vaziyat ham jim. Qarang-da, Otabek aka, meni videoyim internetda tarqatilinyapti. Shuncha tahqir, shunchadan keyin ham meni o'zim detektordan o'tkazdirilyapman. Hozir ko'p narsalarni gapirgim kelyapti. Hozirgi tergov holati bo'yicha ham ko'p narsalar gapirgim kelyapti. Lekin shunda ham men rozi bo'ldimki, bu qochdi. Demak, o'zida ayb bor ekanda, deyilmasligi uchun rozi bo'ldim. Aslida jabrlanuvchi menman, lekin haligacha shunaqangi bir mantiqsiz holatda turibdi, muallaq holatda turibdi. Nima, vaqt o'tib yana bosti-bosti bo'lishini kutyapmizmi? Nima uchun bitta tizimda sha'ni uchun bitta ayolda hayoti barbod bo'lishi kerak? Bizni xizmatlarimiz-chi? Bizni davlatga qilgan xizmatlarimiz-chi? Aynan bugun meni ketimdan yomonotliq bo'layotgan, meni hatto aqalli bir ismimni yaxshi bilmagan rahbarlarda yomonotliq bo'lganichi? Axir ular umrini shu kasbiga baxshida qilmayaptimi? Ular umrini shu kasbini orqasidan tunu kun ishlamayaptimi? Qachongacha ular davlat xizmatchisimiz, biz chiqolmaymiz, biz gapirolmaymiz deb o'tiradi-yu, yomonotliq bo'lib yashash kerak. Rasmlarimiz, bizning shaxsiy ma'lumotlarimiz, hattoki bu prokurorlarni tanish bo'lmagani qolmadi Otabek aka, Furqat tumanida birorta menga tanish bo'lmagan odam qolmadi. O'sha chet eldagi bir tayin tarovati yo'q odamlarning kanallarida yuribdi. Nima uchun biz bunga murosasiz kurashmaymiz? Mana kiberxavfsizlikka ariza qilganman, o'sha Timur raisga ham, Sevar Alimjonovasiga ham, Dilnur Kamilovga ham hammasiga ariza qilganman. Bular hozir shug'ullanishyapti. Endi hali buni ham natijasini ko'ramiz. Shuncha haqoratdan keyin, shuncha davlatda ayollarini haqorat qilgandan keyin ham agar bizda haq-huquqlarimiz himoya qilinmasa, bilmadim keyin nima qilish kerak. Bilmadim, lekin hech qachon men chet davlatda axborot vositalariga hech qanaqangi ma'lumotni bermoqchi emasman. Men faqatgina o'zimizni, davlatimizni rahbari bor. Bizni davlatimizga ishonib saylaganlarimiz bor. Shu insondan yordam so'rayman xolos. Endi rahmat, uzr, jichcha bunday nimada ochig'i mana 1-2 kundan beri bu haligi noo'rin tuhmatlar suyak-suyagimdan o'tib ketyapti Otabek aka. Men tobora yashashga, haligi bir bor e'tiborimni yana ta'limga, o'zimni hayotimga qaratishga harakat qilgan sarim nimagadir, yana kimgadir kerak bo'lyaptimi yo faqat meni mavzuyim shunaqa bir turib turish kerakmi, yozgacha tushunmayapman. Faqat meni mavzuyim qayta-qayta ko'tarilyapti. Vaholanki agar ular aytganidek ayol bo'lsam, menimcha respublikada yolg'iz bo'lmayman. Hammani mendan boshqa muammosi yo'qmi? Eng achinarlisi domla taxallusidagi bir insonni qarang. Voy Alloh, axir biz hozir Ramazon oyidamiz-ku. Ramazon oyida g'iybat qanchalik to'g'ri? Boshini eshitsangiz bir oyatlar haqida, payg'ambarlarimiz haqida boshlanib nima uchun meni g'iybatimni qilaveradi agar bir tiyin qarshi tomondan bir haqdorlik joyi bo'lmasa. Bunga kimdir agar yuqoridan zakaz qilinmagan bo'lsa, bizni qutqaring, mana shunaqa xalqni ikkiga bo'laylik. Bular hammasi bu qizni qo'llab-quvvatlayapti, deyilmagan bo'lsa. Nimaga bu odam qayta-qayta meni chaynaveradi, hayron qolaman. Yana meni taxminim borki, bu odamni menimcha bolaligidan travmasi bor. Keyin umuman hozirgi kunda eshitganim yo'q, menga aytib berishadi, seni falon debdi, piston debdi deb. Bu odamni menimcha ayol kishi bilan bog'liq qandaydir travmasi bor. Shu uchunmi bilmayman, bu odamda bir jajda nima, hay biz Ramazon oyidamiz, baraka topgur, Ramazon oyidamiz, sen shuncha ilming bo'lib turib tushunmasang, voy bizni ham o'zingga qo'shib gunohkor qilmagin. Hujurat surasi 12-oyatda aytilib qo'yilgan, hay birovni g'iybat qilma, birodarlaringni g'iybat qilma, birodaringni go'shtini yeyishga tenglashtirilgan. Orqasidan isqvorlik qilma deb aytilgan. Nahotki biz tushungan, biz juda ilmimiz bo'lmagan odamlar tushungan, ilmi bor odam umraga borib meni g'iybat qildi Otabek aka. Hay, umra Xudoni uyiga borgan odam telefonda tashab qo'yib, haligi borini, haligi daqiqalarini Xudodan haligi tavbalar qilib, bir haligi o'ziga kerakli narsalarni so'rab o'tkazishni o'rniga yetti-yot bitta xotinni bir chaynash bilan ovorada. Yo bir shuni orqasidan auditoriya yig'yapti, yo shuni orqasidan pul topyapti, tushunmaysiz. Endi u aytyaptiki, bitta xodimni tilini sug'urib olaman debdi. Shu masalaga ham to'xtab o'tay. Haqiqatdan sud jarayonlari urushlarga, provokatsiyalarga boy o'tyapti. Hozir boshida aytdim, Andijonda o'sha meni qo'llab-quvvatlab kelgan odamlarni rasmlari kerakli joylarga yetkazdirilib, Face ID'lar orqali o'sha uchastkalariga, nimalarga yetkazdirilib, ular sudga kelmasliklari tayinlangandan keyin men barcha yaqinlarimga kelmanglar.
Meni ketimdan sizlarga jabr tegadigan bo'lsa kelmanglar, men o'zim qatnashaveraman. Haq odamni, mazlum odamni Xudo qo'llaydi. Bo'ldi, yetadi menga shu dedim. Keyin nimani yana bitta narsa aytamanki, keling, mana shu meni ana jodugarlikda ayblayotganlar, iymonni o'rtaga tikamiz. Eng katta narsa insonni u dunyosiga deyarli dokumentingiz o'sha iymoningiz. Sizga soddaroq tilda tushuntirsam. Men ana shu iymonimni o'rtaga tikdim. Siz ham iymoningizni o'rtaga tiking. Allohning oldida aytyapman, hozir Ramazon oyidamiz, ro'zani kunidamiz. Sudyalarni, prokurorlarni o'qitib, qanaqadir unaqa instinslarni nima o'raydigan bo'lsam, iymonimdan ayrilay. Sudyalarni, prokurorlarni o'qitib borib, qanaqadir sudga ta'sir qilib, bir nimalarni o'qitib borayotgan bo'lsam, Ularni o'zi qilib iymonimdan o'tiribdi ayrilay. ishni. Yo'q, men Nagli. hozir bularni keltirib beryapman-da. Agar siz noto'g'ri gumonda bo'lsangiz, meni ro'za-yu Ramazonda nohaq ayblayotgan bo'lsangiz, eng jirkanch tuhmatlarni uyushtirayotgan bo'lsangiz, sizni o'zingiz iymon. Ikki dunyo ro'zani kunida aytyapman, ikki dunyo xor bo'lasiz. Iymoningizdan ayriling agar. Orqam to'lib ketyapti. Ana ilonlarda fishillashiga o'xshaydi. Otabek aka, ilonlarda fishillashiga o'xshaydi. Nagli haligi sal uyalish yo'q. Ramazonda bu shaytonlar nimalar kishanlanaradi, bilmayman bular qayerdan kelyapti. U yer yuzida hamma joyda ro'za-yu Ramazon ketyapti, bular kelyapti. Orqamda suv pish qilib o'tiradi. Allohga shukr. Oyatul kursini o'qiyapman, Ixlos surasini o'qiyapman, har safar bittasi mazasi qochib ketyapti. Allohga shukr, biz iymon keltirganlardanmiz. Alloh bor, bo'ldi. U ming domla olib keling, unaqa nima olib keling, unaqali Alloh bor, bo'ldi. Undan kuchlisi yo'q. Keyin shularga ham aytamanki, meni shunda gumon qilayotgan bo'lsangiz, men eng katta narsamni o'rtaga tikib qo'ydim. Iymonimdan ayrilay agar. Allohga shukr, hech qachon men unaqangi jirkanch narsalarda yonveridan ham o'tmayman. Endi o'sha tilini uzib olaman debdi, deyapti. Haqiqatdan bu gapni aytdim, men tan olaman. Detskiy inspektor Elbek Muhammadjonovni ko'rsatmasida men shu so'zlarni aytdim, sababi bor. Elbek Muhammadjonov shu paytgacha birorta joyda ko'rsatmalar, tushuntirish xatlari, xizmat tekshiruvlarida birorta joyda aytmagan tuhmatlarini ayta boshladi sudda. Ya'ni kim men Elbek Muhammadjonovga kameralar oldida emas, qaysidir fayini burchagiga borib olib, u bilan dardlashibman, sirlashibman. Tasavvur qilyapsizmi? Jicha oldin meni shu kuyga solib chiqqan odam bilan borib sirlashishni boshlabman. Unga go'yoki o'sha nimani soliq boshlig'ini yoqtiraman deb gapiribman. Hammasiga chidab turdim buni tuhmatlariga, chunki bularni tuhmatiga men o'rganib qolganman. Bularni tuhmatiga chidab turdim. U keyin sinisi o'rangan ekan deb sinimni ro'moliga osildi. Otasi yomon bo'lgan ekan, bu otasiga tortgan ekan, hali bularni o'qib tashlayman, bo'qib tashlayman, meni o'lgan dadamga osildi. Chidalmadim. Sizlarni bilmadim, qanchalik irodalar mustahkam. Meni sinimni boshidagi ro'moli meni ishimga aloqasi yo'q. Meni o'lgan otam o'lib ketgan, 18-yil o'lgan. Meni ishimga aloqasi yo'q. Nima uchun menga bo'lgan tuhmatga chidasam ham, sinimni boshidagi ro'moli bilan otamni o'lib ketgan otamni gapirsa men jim o'tirishim kerak. Turib aytdim, aralashtirma sinim bilan otamni dedim. Tilingni uzib olaman hozir seni qilayotgan tuhmatlaringga dedim. Dedim. Men gapirgan gapimni tan olaman. Haqiqatdan shunaqangi dedim. Lekin undan ortiq birorta gap so'z, birorta nima domla bir taxallusini ostidagi bir haligi shayton sifat odamni gapi yoki bir yaqinlari kunida yara bergan, lekin keyinchalik ko'zini yumgan bir ayollarning gapi emas. Men o'zimda o'sha yerdagi real holatimda aytyapman, kuni keladi, sud tugaydi. Suddagi holatlarda audiosini olib chiqamiz, ana shu odamlar uyalib qoladi. Sudni noto'g'ri talqin qilgan odamlar hali uyalib qoladi. Allohga shukr, aytdi shallaqlik qilaydigan ham boshqa. Eng qizig'i mana Otabek ko'ryapsiz. Kim kelsa aytyapman, savol ber menga. Ber men bilan gaplash deyapman. Aytdi jim chiqadi. Savol ham bermaydi. Nima ham qilmaydi, manaqa chiqib olib 80 xil gapni gapirib tashlaydi. Essiz o'shunaqangi odamlarga, essiz. Keyin men u ayoldan xafa ham bo'lmayman, chunki hozir siz misol meni mana nimada sudlarimda qatnashib, qanchalik haligi nima o'zingizni qo'lingizdan kelgan yordamingizni berayotgan bo'lsangiz aytdi, misol yo'nalishingizdan kelib chiqib. U ayolni ham atrofida vaqtida shunaqangi insonlar turgan. Bugun o'shalar bilan qirilishib turgan odamlar vaqtida uni qo'llab-quvvatlanishida, xalqqa uni ovozi yetib borilishida hech kim eshitmayotgan vaqtida eshitishgan.
Vaholanki qo'pol bo'lsa ham, uyat bo'lsa ham aytaman, birov meni ko'rpani tagidan tortib olgani yo'q. Birov u narsani isbotlagan yo'q. Birov shunday tugatib yuborgan yo'q. Sud o'z hukmini o'qigan, ikkita xodimga bo'lsa ham hukm o'qilgan. U ayolda unaqangi bo'lmagan. Odam jichcha bunday orqasiga qarab turib, bir o'tmish bilan ham hisob-kitob qilib turish kerak deb o'ylayman menimcha. Endi yana bir gapki, 102 ga telefon qilgan bola. 102 ga telefon qilgan bola u dedi, bu dedi, haligi advokat kim deyishadi. Advokat degan advokat bo'lishi kerak katta ehtimol bilan. Uni ovozi, anaqa retorika hamma o'shanikiga to'g'ri kelyapti. Keyin yaqindan chatda ham o'sha gapirib yuruvdi. O'shani ovozidan tanuvdik-ku. Haligi nima Bekzod akadan keyingi o'tirgani. Qolgan advokatlar shu paytgacha bunaqa pastkashlik qilgan yo'q qarshi tomon. Tanib aytish kerak, ular bilan ko'p tortishamiz. Endi bu haligi yuridik pozitsiya aytdiki, hamma o'zini fikrini, qonun, qaror, plenumlardan kelib chiqib bildiryapmiz. Lekin bu odam bilan haqiqatan ko'p tortishdim, sababi delani hali o'qib ko'rmagan. Juda ko'p joyda men delani joyigacha aytib ko'r, sen noto'g'ri gapiryapsan, delani bilmaysan hali degan narsalarni aytdim. Uni tan olaman, lekin shu darajada bir pastkashlarcha ma'lumot yetkazdirishi hali u bilan o'sha suddan keyin audio zapisda birga bir qo'yib turib chiqarib beramiz. Odamlar o'zi keyin bunday fikr bildirib olaveradi. U aslida kim? Kimligi uchun bir begona davlatni fuqarosiga shunaqangi qilib yordam so'rab etagiga yopishyapti? Vaholanki agar advokat bo'lsa o'zini pozitsiyasidan kelib chiqib turadi, sudda shunaqangi ko'rsin, sudya bilan urushib ketadi. U hali sudya bilan urushadigan yo'q. Xo'p, 102 ga telefon qilgan bola aytdiki, men Gulirano Qosimovani oldindan yaxshi tanir edim. Va haqiqatdan umi, emasmi, shuni bilish uchun telefon qildim dedi. Soliq boshlig'i aytdiki, men dedi mashinani dedi, otamni mashinasi edi bu. Men slujebniy mashinada yurardim. Sen qayerdan bilding? Xodimlarim ham bilmasdi bu mashina menikiligini. Xo'p, tonirovkani qo'ya tur. Hurmatli sud, hozir chiqamiz dedi. 1 metrdan ham ko'rinmaydi ichari deyapti. Keyin aytyaptiki, shunaqa, bu bunaqamikin dedim, oshxonalarda yurar edi dedi haqiqatdan. Lekin agar ahamiyat bersangiz, mendan oldin ham o'zlarini advokatlari ham, Jasur Rasulov ham, sudyalar ham qaysi oshxona kim bilan bir necha bora savol berdi, bu javob bera olmadi. Qaysi oshxonada kim bilan borganman, nimani tushungan, u haqida javob bera olmadi. Va meni jami 19 ta savolimdan 16 tasiga eslolmayman deb javob berdi. 16 tasiga men aytdim. Agar sen dedim, qishlog'ingdagi kelinni bilarkansan, tanirkansan meni dedim. Nimaga sen 102 ga telefon qilganingda notanish ayolni olib kirib ketdi degansan, desam ismingizni bilmasdim dedi. Nimaga bo'lmasa Akbar akamning xotini demading, qishlog'imni kelini demading, nimaga murojaatingda unaqa demagansan? Endi nimaga bunaqa deyapsan? Desak, yana hali bola bilmayman, eslolmayman. Keyin tuman prokuraturasiga o'tib ketdi, ular majburladi, ular nima qildi? Keyin men savol berdim. Tuman prokuraturasi seni majburlab qo'l qo'ydirgan bo'lsa, nima uchun 22-kuni kirganingdagi tushuntirish xatingdan keyin 23-kuni kirib yana qo'shimcha tushuntirish xati beryapsan? Seni majburlagan, zo'rlagan joyga yana kiraverdingmi ertangi kuni? Qo'rqmadingmi? San yo'q, kiraverdim deyapti. Keyin aytyapman, ular bir vaqtlar sudlangan nachalnikka Akmal Hajayevning ustidan bu ariza qilgan ekan. Uni qayerdan bildi prokuratura? Sen aytmasang bilmasdi-yu, desam, bilmayman, eslolmayman. Keyin aytdimki, unda dedim, telefoningda detalizatsiyalaringda tushuntirish xatingda Akmal Hajayevga o'zi ham savol berdi, ha. Ha, menda yo'q, yozmaganman dedi. Akmal Hajayev shu ishgacha bo'lganda yozganmisan, undan keyinmi desa, bu ishdan oldin yozganman siz ustingizdan deyapti. Menda eslolmayman deyapti. Keyin aytdimki, unda dedim, sen tushuntirish xatingni ko'rsatgansan. 17-dan keyin 18-kuni ichki ishlarni shaxsiy xavfsizlik rahbari Avaz degan bola 0230 raqamini oxiri shu telefon raqami bilan men bilan bog'lanib, Chirkaydi nima profilaktika inspektori xonasida gaplashdik degansan. Detalizatsiyada ham aynan o'sha raqamlarni ko'rib turibman. Yana 0419 voyda nomerini ham aytgansan. Bu ham detalizatsiyada turibdi. Prokuratura qanday bilyapti bu narsa? Desam, bilmayman, eslolmayman. Vaholanki u detalizatsiyalar turibdi. U bolani u gaplari, nimalarini hattoki uni advokat u dedi so'zlar. U bolani ustidan yana повтор ariza berdim. Yana shu qilgan tuhmatlari uchun yana berdim u arizani. Yana qani endi ko'rib. Endi nima, haligi hamma ma'lumotga yetib olay deb tinimsiz nima qilib gapiryapman.
vaqtinglarni ham tejash. Keyin kuni kecha chiqqan Gulhayo degan qiz haqida. Gulhayo degan qiz qanday paydo bo'ldi? Qayerdan paydo bo'ldi? Buni to'g'risi o'zini ovozlarini ham tushunish qiyin emas. Gulhayoni gaplariga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, uni 2-etajdan hammayoq ko'rinib turadi, deyapti. Demak, yana aytyaptiki, Akmal Hajayevni qolgan 3 ta Hozir bir sektor minut, bir rahbarlari minut. qo'shmagan. Bir minut. Kechirasizlar, efir qotmayaptimi? Zvuk normalmi? Pils bosib yuboringlar. Efir qotmayaptimi? Zvuk normalmi? Bo'ldi, yaxshi ekan. Davom ettiravering. Endi ularga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, butun boshli ichki ishlar rahbarini, tuman hokimi, tuman prokurori, tuman soliq inspeksiyasi rahbarlari ajratib qo'ygan ekan. Bu haqda biz endi eshityapmiz. Demak, shu darajada yaqinki, qara Gulhayo, meni qolgan sektorlar ajratib qo'ydi, meni davrasiga qo'shmayapti degan gaplarni ham aytgan ekan. Bu qizni gapidan kelib chiqadigan bo'lsak. Bu qiz chiqib turib, unaqa odam edi, palonchi-palondaqa odam edi. Tumanda aka bir buzuq bo'lmagan odam qolmadi uni gapini eshitsangiz. Tumanda hammani buzuqqa, hammani qo'shmachiga chiqarib yubordi. Odamga sal insof ham kerak, bet kerak. Bu har bittasini oilasi bor, yaqinlari bor. Odam endi nima qilib, kimga nima deyapman. Keyin haligi gapini eshitdingizmi? Sizni videolaringizda o'zimni ko'rgandek bo'ldim degan joyi bor. Bu qizni so'rab surishtirib, men boshqa videoni nazarda tutyapti. Haqiqatan o'zini ko'rgandek bo'pti bu qiz deb o'yladim. Chunki ajralish sabablari, nimalarni men juda tamomila boshqacha eshitdim-da. Uchasini kimnidir oilasiga bir ta'sirini yoki buni o'zini oilasi nimalar sababli bunaqangi nima bo'lganini, shu uchun o'z uyida emas, boshqa joyda ijarada turishini, shular haqida eshitdim. Shunda men nimani Feruza Jo'rabekovdan boshqa videosini nazarda tutib turib, o'sha videoyingizda o'zimni ko'rgandek bo'ldim deyapti deb o'ylabman. Yoki gaplaridan boshqa videolarni nazarda tutganini ko'rdim. Keyin lekin bu qiz bizga bitta narsada yordam berdi. Mana siz sudlarda qatnashyapsizki, Otabek aka, nima deyishaytiruvdi, biz hech kimga videoni ko'rsatmaganmiz. Bu nima xodimlardan videoni tarqatish degan modda olib tashlangan edi. Hozir 1 minut Bu to'xtang-da. narsa 1 minut to'xtang-da. Ovoz eshit. Nega ovoz yo'qmi? Ovoz bor-ku. Ovoz bormi? Cho'ta ko'pchilik ovoz yo'q deb anaqa qilyapti, uzilyapti deyapti. Bo'ldi, davom ettiraveramiz. Endi bu qiz nafaqat aytdi nima qilib, haligi menga tuhmat qilishidan qat'iy nazar, endi bu qiz hali qilgan tuhmatlar uchun onamga til tekkizgani uchun onamni misol aka hozir bu qizni juda maksimal qidiryapmiz, topolmayapmiz bu qizni. 2 kundan beri yo'q. Bu qiz agar meni ko'radi, bu aniq u, ko'radigan bo'lsa olsa olib tashlasin meni. Mana shu qizga meni o'zimni hali bir aytadigan gaplarim qo'limga tushsin o'zim bilan. Bu meni xo'p, men o'zimga bo'lgan tuhmatlarga, o'zimga bo'lgan toshlarga chidab gapirishga nima haqqi bor? Agar qonun bunga chora ko'rolmaydigan bo'lsa, men hali o'zim bilaman buni. Saning odobli eng bir haligi nimasi irodasi kuchli odamni ham borib yana deb ko'ringchi. Endi bu qizni bergan yordamlariga to'xtalaylik. To'xtang-da. Telefonni ushlab ko'ring, qizidimi cho'ta anaqa yopilib qolyapsiz. Yo'q, qizigan yo'q. Yo'q. Chiqib kiraymi? Cho'ta qotyapti deyapti ko'pchilik. Yo bo'lmasa shunaqa qiling, kirib boshqatdan chiqing. Xo'p. Xullas hozir endi mana shu efir
qotayotganligi sabab hozir shu bir nima qilsin, hozir boshqa yerdan yana kiradi. To'g'risi kommentariyalarni o'qimayotganligimiz sababi ruscha ketyapti. Mana bitta ruscha ketyapti. Men 1000 harakat qildim. Cho'ta bu yerda anaqa qilmayapti. Qa Endi Bo'ldi, endi yaxshi. yaxshi. Bu qizni hozir aytganimdek bitta narsa Otabek aka, sudda biz Gulirani ovoz sudlanuvchilarga shunaqa yaxshimi? ovoz yo'q. Hozir ovoz yo'qmi? Ovozingiz yo'q. Yo, cho'ta boshqa yerdan kirib chiqing-da, cho'ta ovoz kelmayapti menga. Efir mana shunaqa holatlarda cho'ta sizlarga borayotgan bo'lsa, menga kelyapti, nimadir bo'ldi-da, xullas, Xudo xolasa hozir yana ozgina sabr qilib tursak, nasib bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Gapirib Endi-chi? ko'ring-chi. Endi Gapiravering. nimani o'zi bergan yordami sudlanuvchilardan tarqatilgan degan moddani olib tashlangan edi. Ya'ni, bu video tarqatilmagan. Bu tushunish uchun aytib o'tamanki, tezkor tadbirda videosini demak ko'chadagi ayollar qaysidir uchastkovoylar bo'lsa, bu uchastkovoy aniq Azam Hamidjonov haqida gapiryapti u. 3 ta uchastkovoy bor. Aziz, Dilshod Qahhorovlar ishlayapti shu yerda. Azam tiklanib turib, keyin O'zbekiston tumaniga o'tgan. Shu bolani telefonida men sudda ham aytganman, men ko'rdim videoda. Qo'shib turib qasam men videoga olmaganman, keyin hali videoda ham videoga olib turgani ko'rinib turibdi. Shu bolani aytganda bitta shu bola bor xolos. 9 tani ichidagi bolalardan. Bu bitta isbotini topdimi, bitta guvoh o'zi aytyapti. 19-kuni men videoni ko'rganman, deyapti. Yana bittasi Akmal Xo'jayev ham rosa nima qildi sudda, voyda olmaganman deb. Yana bir marta tasdig'i nimani Tifal bir nimalarda Yusuf Yoqubov tasdiqlovdi. Haqiqatan bizga olib berilgan. Endi televizor olib berdik qilyapti. Demak, o'sha ichki ishlarda sektorida kotiba bo'lib ishlagan. Endi uchinchisi Akmal nalogga qarab turib, Melisani kuchini senga qo'yaman degan mana o'z tasdig'ini topdi. Nafaqat bizga tuhmat qilishda ayblanadi hozir. Bundan tashqari biz endi chunki qolganlar haligi o'z tinchlikab nima qilib turib, yo'q, haligi borib gapira olmaymiz sudga deb haligi o'zini olib qochganlar. Endi bu qiz shunga bir topiladigan bo'lsa qachondir hech yeti yo'q, na qizlik uyda, na mana vaqtincha yashaydigan uyda kecha kuni ham chiroq yonishini kutib o'tirishgan. Bu haligi onamni gapirgani uchun. Bu qiz yo'q hech yerda. Endi bu qiz agar topiladigan bo'lsa, o'sha sudga olib boriladigan bo'lsa, o'sha sudda ham guvohligi bizga anchagina foyda beradi. Hattoki sudlanuvchilarga ya'ni yil qo'shilishida katta yordam tegadi bizga. Keyin yana hurmatli xalqim, bloger tanlashda ham adashmanglar. Kimdandir so'rayotgan bo'lsalaring, kimgadir nimanidir aytmoqchi bo'lsalaring, blogerlarimiz Otabek Jo'rayev, Sirojiddin Media, Jahongir To'lagan, Hamidovlar ularga hali birorta odam telefon ma'lumotini aytsa, uni pastkashlarcha internetga qo'ying. Men shaxsan ko'rmaganman. Iltimos, tag'in bu gapimiz o'rtada qolsin. Gapini pastkashlarcha internetga qo'ymagan. Shundan ham bilish mumkinki, asli bu kim ekanini.
o'sha shallaqi ayol ham aslida kim ekanligini, boshidan qanday kunlar o'tib uni yonida turganlaridan ko'rlarcha harakat qilib bugungi kunda unga haligi qaysidir ma'noda do'stlik qilaman deb qilgan odammi shunchaki podstava qilib turib o'z manfaati yo'lida axir u hozir agar adashmasam Feruza Jo'rabekovni yuridikani o'qiy turuvdi. Yurist sifatida juda yaxshi bilar edi buni dalil keltira olmasligini. Bu dalilsiz bo'lgan ma'lumotlarda 138 140 modda bilan ishini. Lekin qasddan u qizni shunchaki xalqqa shunchaki haligi meni yomonlik qilish u qizdan bir qurol sifatida foydalanardi. Allohga shukr, yaxshiyam shu ayoldan bir yordam so'ragan vaqtim o'sha payti menga ekan dedim. Chunki bu odam ertadan keyin meni ham shunday qilib turib qaysidir bir haligi tosh bosgan tomonga qarab bir haligi nima o'tishi buni ko'rinib turibdiki mumkin ekan. Yana bir gap, sizlar kredit olib shu blogerlarga berdi degan odamlarga aytib qo'yay. Haqimda Otabek Jo'rayev, Kunuz, Hamidovlar, Sirojiddin Medialar, Aziz Rahmon ota, yana ko'plab Jahongir To'laganovlar, juda ko'plab odamlar yordam qo'lini cho'zgan, jurnalistlar yordam qo'lini cho'zgan. Mana ro'zai Ramazonda aytyapman, sizlar xotirjam qilinglar. Bularga bir tiyin bergan bo'lsam harom bo'lsin. Barcha odamlar nima qilib to'rtta soqolni qo'yib, ikkita keltirib orada g'iybat qilmasa ham Xudoni tanigan odamlar ekan yordam berdi. Hattoki o'sha samarqandlik advokatim Shahruz ham birgina iltimos qilib yordam nima qilsak, mana Otabek Jo'rayev turib homiylar topishdi. Mendan Otabekka misol olganinglar yo'q, misol u bolaga 1000 so'm berganim yo'q. Keling mana Ramazon oyida shu qaysiki jurnalist blogerga, qaysiki bir nimaga 1000 so'm berib harom bo'lsin. Lekin bular shunchalik qo'llab-quvvatlaydi. Men har nimamda men hozir mazlumman. Xohlagan holatingizda qabul qiling. Men mazlumman. Hozirgi holatimda shu jurnalist blogerlarni mana shu sudga kelayotganda har bir qadamiga ajr Xudodan so'rayapman. Har bir savol. Hozir bir minut. Ko'pchilik hozir zug yo'qolib qolyapti deyapti. Telefon xizmatimi? Kimda hozir mana shu qotyapti? Kimda qotyapti? Ko'pchilik qotyapsizlar deyapti. Bor deyapti-yu. Bor deyapti, yaxshi deyapti. Davay, davom ettiravering. Xontamir haqida ham gapirganda eshitdi. U bola juda sizlar o'ylaganchalik sudda bir yo'q. Shaxsan o'zim boraman deganda ham kulgim qistadi. Bu hokim emas, endi shaxsan o'zi keladi agar nima qiladigan bo'lsa. Meni nazarimda o'zini o'zi taklif qilib kelganda yo PR yo bir auditoriya uchun kerak bo'ldi shekilli u bolaga. Chunki u advokatlar yetib ortadi. Jami 8 ta advokatga bizni bittadan 2 ta advokatimiz kurashyapti. 8 ta advokatga. Bu holat bizga sud majlislarida ham 2 ta yurist bilan jami 6 kishi bilan kurashganmiz. Lekin ular ham hali kuchsiz advokatlar emas. Mana o'z tomondagi advokatlarim. Yaxshigina o'zini pozitsiyasiga ega advokat. Bu hech qanaqasiga beradigan bola kelib biror nimani hal qilib o'rgan yo'q. Hattoki savolda ham ulardan juda kam, bir minimum maksimum bir savol beradi. Bir siz bir o'rinsiz bir nima juda unaqangi bilimli ekan deb o'ylamadim. Meni fikrim endi bu. Men boshqa esimizlarga ham javob beryapman. Yo'q, men olyapsiz debman. Keyin bu vaziyatda nimani o'tgan suddagi janjalni gapirib chiqishibdi o'sha advokat. U bu devorda haqida gapirdi deganlar bor. Agar o'sha odamlar ko'rdiki, sud tanaffus e'lon qildi. 5 minut tanaffus e'lon qilganda menimcha ovoz uzilyapti shekilli. Ovoz
kelyapti, deyapti. Hozir yana chiqib boshqatdan kiraman, o'tib Shunday qiling, shunday qiling. Xo'p. Xudoyo. Menimcha shu efir nimadir bo'lyapti. Telefon qisib ketsa, mana shunaqa holatlarda bir qotib qoladi. Joninglar sog' bo'lsin. Shu uzilyapti deb ko'pchilik yozyapti-da, ovozi yarimi kelib, yarimi kelmayapti deb yozyapti. Endi yaxshimi? Bu hozir endi boricha amallab turamiz. Endi keyingi efirlar nasib bo'lsa, chiroyli qilib videolarga olib qo'shishga harakat qilamiz. Shu nimani e'lon qilib qo'ygan uzilib qoldi. Izoh bersin. Shunday. O'sha sud masalasida gapiriladigan bo'lsa, buni berildi. Meni ortimdan borgan bo'lsa, shu 4 ta 5 kishi. Ularda faqatgina 2 kishi kira oldi xolos. Qolganlari eshikni tagidagi ichki ishlar xodimlariga rahmatki, bilmayman, ular ham meni juda bir boshqacha bir haligi nafrat bilan qabul qilyapti. Meni ortimdan borgan odamlarni imkon qadar kirgizishmayapti. Folbin, romchi, bir nima domlalarni qo'yishyapti. Hammaga insof beraversin. Shu holatda ham shunday bo'ldiki, 5 daqiqa sudlanuvchi advokatlar o'zaro maslahat qilib olishi uchun sharoit yaratish maqsadida sudlardan tortib bizgacha chiqarib yuborishdi. Ular VKS orqali o'sha televizorda nima qilasan, ko'rsatma berasanmi deb shuni maslahat qilish kerak edi. Shu vaqtda ularga chiqqan vaqtimizda ayollar turli xil gapirishni boshlashdi. Ham eshitib turdim va o'sha onasi o'zidan o'zi haligi shaltoq gaplar bilan nima qilishdi. O'sha yerlarda kamera turibdi. Buni 100% bir ko'ring. Men ruxsat beraman. Misol o'sha sud nimasiga ham iltimos qilardimki, agar chiqarib ko'rsatinglar o'sha sud zalidagi holatni, koridordagi. Bunaqa, bu palon, piston, endi har xil gaplar bo'ldi. O'zimni shu vaqtda keyin Akmal Hajayev qani buni qarindoshlar u bo'ldi keyin qo'lidan ushlab, betidan ushlab, chekkaga surib turdi. Sizlar xudolar dedim, shuni sho'rasizmi? Nima qilasiz meni nimamni qarindoshimni og'zingizga kelgan deb tursam, u bo'ldi, bu bo'ldi, so'kinib ketdi. Seni dedi farzandlaring dedi sendan or qiladi. Sen palonsan, sen pistonsan dedi. Dedim, kim yutdi dedim. Seni farzandlaring ham dedim shunaqa deydi-ku, chunki men bu gapni ko'p aytyapman. Meni yutdi demanglar birorta joyda. Hammamiz yutqizdirdik. Bitta ahmoqni saviyasizligi, uquvsizligi, bir qaysidir bir otasini erkatoyiligidanmi, tanish bilanmi, bir otasini davlatidanmi, birpasda kelib qolganligini ketidan o'zi tumani 2 yil jabr ko'rdi. Shuni asoratida biz lekin men yutmadim. Meni endi buzuq desa, ularni sudlanuvchi deb aytadi. Hech kim yutmadi o'yinda degan nima. Keyin unga aytdimki, "Voy" dedim, "Meni bolalarimni buzuqni bolasi desa, seni nevaralaringni o'zgardi" dedim. Boshqacha provokatsiya qilib yetkazdirishdi. Vaholanki Otabek, ularga nisbatan haqiqatda Jasur Rasulovni otasini u biror marta meni haqorat ham qilgan yo'q. Aytib ko'ryapsiz pozitsiyasini. Umuman hali unaqa provokatsiya qilmayapti. Jasur Rasulovni qarindoshlari unaqangi narsani ko'rmayapman. Shu ko'rsangiz Akmal Hajayev sudda aytdi, 2 ta qizim, 1 ta o'g'lim bor. Birinchi o'sha sudda nimaga farzandlari haqida unaqa noto'g'ri ma'lumot berdi, uni ham tushunmadim. Qaynasi aytdi, 3 ta qizini gulday olib yuradi, mana shunaqa odam dedi. Xo'p dedim, qaynasi qanaqadir xotinlarni yetalab kiradi. Mayli, xo'p endi bularning iymonini ko'targan nuqtasi shetgacha ekan deyman indamay. Endi hamma narsani ham chegarasi bo'ladi. Endi o'tgan safar ular juda chiqib ketdi. Ularning gapiga yarasha men gap qaytardim. Yerda yana ular boshqacha juda xunuk, o'ta darajada ayol kishini tilidan chiqadigan so'z bo'lmagan so'zlarni ishlatdi ham. Mayli, indamadim. Endi ani eshakka o'xshab hang'iraydigan odamlarni bilmasdan turib, o'zi qachonlardir bir nima qilgan fosiq, buni fosiqligini ana
komil insonmi degan aka bor keldi. U ham bir nima qilib juda chiroyli asoslab berishibdi. O'shani ko'rganimda ham aytdim. Buni asoslab chiqyapti, sen fosiqsan. U qizni noto'g'ri ayblayapsan. O'sha Nur surasi 4-oyatini keltirib berolmading. O'shanda aytilgan, keltirasan 4 ta agar buni zino qilganini degan. O'shanday holatni ko'rgan odam bo'lish kerak deb uni keltirib berdi hamki, yo'q, bu to'xtamay ekan. Erkaklar bilan aytisholmaydi. Erkaklar bilan chiqib tortisholmaydi. Shu meni gapirishdi. Yo'qmi, boshqa muammo yo'qmi? Yo'qmi? O'sha nimalarga, yoshlarga yoki bir davlatga foydasi tegadigan, boshqa bir hozirgi kunda aholini qiynab keladigan boshqa masalalar yo'qmi? Faqat meni ikkita oyatni keltiradi, davomida meni gapirib ketadi. Lekin telefon qilsam, bitta chatda polniy nomahramlar bilan gaplashib o'tiradi xotinlar bilan. Bunga hayron qolamanki, bu odamda nima bunaqa ekan yoki buni stili shunaqami ekan dedim. Nima qilsam, o'sha peshonasidagi tan jarohatini ham ayolidan olgan deb aytishdi. Bu ayolda qandaydir bu odamda kechirasiz adashtirib yubordim. Xudo endi tilga o'zi solganini gapiryapman. Bu odamga qandaydir o'sha ayollarga nisbatan dedim. Menda gapirmoqchi bo'lgan holatlarim shular aka. Agar qaysidir qolib ketgan bo'lsa savol qilib bering. Xalqni oldida. Menda hozir savol yo'q. Bu to'g'risida mani hozir gapirishim niyatim, maqsadim ham yo'q. Sababi hozir tergov jarayoni ketyapti, sud jarayoni ketyapti bir tarafdan. Buni hozir nimasini gapiraman, nimasini misol savol-javob qilaman misolda. Endi hozir ko'pchilik o'sha video haqida so'rayapti. Ko'pchilik video haqida so'rayapti. Ya'ni o'sha video haqida men sizni oldingizda ham gapirmoqchiman. Ya'ni o'sha videoni tarqatganlik holati bo'yicha ularga nisbatan jinoiy ish ochildi. Men u videoni qo'yib, menga ham jinoiy ish ochilishi kerakmi? Men ahmoqman, bir ahmoqqa qo'shiladigan. Men ko'p gapiryapman, sud tugasin, tergov tugasin deyapman, lekin bular sabr qilishni bilmayapti. Nega har safar o'sha videoni so'rash bilan ovora. Maqsad shunaqa bo'ladi. Post bo'lib yozib turib, srazu videoni bering, menga bering boshlanadi-da. Keyin aytaman deb ular boshlayapti. Go'yorsan Otabek aka. Ochiq sudda turib, birorta bir nimani chiqaring aka. Mana o'sha holatlar bor-ku, bergan. O'sha Ulardan materiallardan bitta chiqaraman, lekin hozir bu bizadagi videoni hozir sud tugamaguncha, tergov tugamaguncha bu narsani. Videoni tugagandan keyin o'zi chiqaradigan narsa. Men bekorga aytdim kerak. Mana qarang, sud ko'chirilguncha qarshi tomon nima dedi? Prokuraturasi Farg'onada palonchi, Farg'onada pistonchi buni tanish ekan. Shuncha tanishi bor odam menimcha birovdan qarz so'ramaydi aka. Shuncha tanishi bor odam birovdan g'alaba biz Andijonga ko'chirdik. Men hayronman. Bu Andijon ham O'zbekiston Respublikasining sudi. Menda misol bir Farg'onada, bir boshqacha, Andijonda boshqacha ko'radi. Surat yo'q menda aka, to'g'risi. Hamma joyda qonun, konstitutsiya bitta bizda. Shularni ko'yni xotirjam bo'lsin. Ko'ringlar, endi aytdi, qarayapti. Voy sud noxolis bo'lyapti. Voy nima qilyapti? O'zlari to'palang qilyapti-da. Bitta bir nohaqlikki ularga hech qanday yapti-da, o'sha yerdagi kelgan odamlarga chora ko'rilindi. Haligi beayb odamlarni ayblashni yana boshlanyapti-da. Bu haligi qaysidir shuni orqasida turgan bitta yo'nalishda o'yinlaridan bittasida bu aka. Endi Andijonda nima deb ayblaydi? Andijon kassatsiya tugasa, aytdi agar hukm o'z holida qoladigan bo'lsa, qolmaydigan bo'lsa men yana kurashaman u. Agar bular aytgandaqa qilib, nima o'z kuchida qolmaydigan bo'lsa, yo bir nima yengillik qiladigan bo'lsa, yo boshqa bo'ladigan. Chunki men qo'limda dalil yetarli dalilim bor. Mana ko'ryapsiz, har sudda rasm edi, boshqa edi, delo, video joyi minutigacha aytib beryapman. Hammasini misol nechta delo aytib beryapman. Mana shu holatlarda, mana shu endi Andijondan keyin Andijonda menga kimni tanish qiladi bular? lekin baribir achinarli holat, birov shu kulishga ham, asab qilishga ham majbur qilyapti. Endi buni narsani men kulib yengib o'tib ketmasam bo'lmayapti to'g'risi.
To'g'risi, mayli Yana nima bitta bo'lsa Xudo narsani insof aytib bersin. o'tdi. Otabek u degan, bu degan debdi-yu. Ham aytib o'tdi-da, 2023-yil maydan buyon direktor bo'lib ishlayman o'sha nimada, Talotepada, Furqatda. O'sha joyda 2000-yildan beri bitta G'ayrat aka degan uchastkavoy bor. Hali o'zgargan yo'q. Hali uni bilan haqorat qilgan joyim yo'q. Mendan unaqangi bir nima shaltoq gaplar chiqmagan, chiqmaydi ham xudo xohlasa. Mendan unaqangi gaplar chiqmaydi. Menga Ha, ayolga ana xos uzib bo'lgan olaman degan joyigami? menga ayolga xos bo'lgan bir qarg'ish chiqishi mumkin, jo'rashim mumkin, lekin ularga xos bo'lgan gaplar mendan chiqmaydi. Keyin o'sha boshidan beri shu Furqatda nechta shunaqangi ayollar chiqqan bo'lsa, aksariyati javobgar bo'lgan nimalar chiqishdi. Bu oxiriga yetib boradigan bo'lsangiz, bir tayin tarovatini topolmadik. Endi bu qizni topsak hali ariza qildim ustidan. Ariza qiling debdi, ariza qildim. Bu qizniki явно 138 turibdi. Endi 138 dan keyin ham ko'zini yumib javob xat chiqaradigan bo'lsa, men internetga qo'yaman sizlarga. Qanaqa javob xat keldi. Menda kolleksiya turibdi, bir 20 tadan oshiq nimalar bor, javob xatlari bor. Ana 102 ga telefon qilgan bolanikini ismi ham qo'yilmagan Otabekka. Menga murojaatingiz o'rganib chiqildi, jinoyat yo'q ekan. Kim u? Kim ustidan kimga murojaat qilganman? Nima deb murojaat qilganman? Qaysi o'z isbotini topmadi? Qanaqa tekshiruv o'tkazdirdi? Lingvistik ekspertiza qiladimi? Uni gapini tahlil qilgani? U bola yo bir tushuntirish xatida nima dedimi? Kimdi? Ustidan ariza yo'q-da. Shunday muallaq. O'sha kolleksiya turib sizga chiqib Mana o'sha 102 da ham даже 3 ta versiya bor. Bitta versiya maktabga voyaga yetmagan shaxs, ikkinchi versiya farrosh, uchinchi versiya noma'lum. aka, voy shuncha sizga deb hamali ketmaydi-yu. Olib keladi-yu o'sha qaror o'lgirini. U yo'q. Keyin o'sha advokat yolg'onchi advokat aytdiki, sud prokuror menga xabar qilgan degan dedi. Voy delani och dedim. O'sha prokuror bilan tushuntirish xati bor. Bizga xabar qilmagan 24 soatda deb aytgan. Desam keyin men adashibman dedi. Har safar sudda mana shunaqangi tortishuv bilan. Ya'ni ko'rmaydi, o'qimaydi, o'rganmaydi, shuni miyasiga kelib qolsa shunaqa chiqib shunaqa shaltoqlarcha gapiribdi. Hattoki hali prokuror o'rinbosarini onasidan so'kibdi-ya. Tarbiyang qilsin. Onasidan odam maqsadiga bunaqangi jirkanch yo'l bilan hech qachon yetolmaydi aka. Endi mana vaholanki hozir ba'zi bir holatlar ma'lum bo'ldi. Inshaalloh Xudo xolasa biz buni suddan keyin yanada oshkor qilamiz. Kimligini, kimni qanaqa odamligini, asl yuzini ko'rib olasizlar inshaalloh Xudo xolasa. Bular bitta narsadan foydalanyapti bizda, ya'ni o'sha sud materiali hali sud davom etyapti, tergov davom etyapti. O'shandan biz foydalanolmayapmiz. Sababi tergov sirri degan narsa bor, boshqa narsa bor. Qayta-qayta gapiryapman. Bular o'shandan foydalanib olyapti. Ertaga kech bo'ladi lekin. Ertaga har bitta gapirganinglar uchun hali qonun oldida javob berasizlar. Har bitta tuhmatinglar uchun qonun oldida javob berasizlar. Agar biz tuhmat qilib biz noto'g'ri holatga olib kelgan bo'lsak, biz javob beramiz qonun oldida. Vaholanki biz Xudo xolasa mana shu 5 tom dela butun audio zapslar hammasi qo'limizda turibdi. Mana hozir endi Xudo xolasa biz buni montaj jarayonidamiz. Buni sekin-sekin kimni asl basharasini o'sha bilib olaverasizlar. Ya'ni men yana bitta narsaga oydinlik kiritib o'tib ketaman. Ko'pchilik 9 ta xodimga nisbatan jinoiy ish ochilgan yo'q dedi. Haqiqatan 9 ta xodimga nisbatan birinchi stansiya sudida jinoiy ish ochilgan yo'q. Ya'ni sudda 46 sekundlik video borligi uchun, bular qasam ichgani uchun biz buni tahqirlaganimiz yo'q, hech qanaqa videoga olganimiz yo'q degani uchun jinoyat alomati yo'q deb o'sha 82-modda bilan ko'rsatilgan. Yana beparasotlar chiqarib qo'ygan qog'ozi tagida yozilgan. Tarqatilgan video holati bo'yicha 141-modda 3-qismi banda bilan jinoiy ish qo'zg'atildi deydi. Qayer faktni o'zlari chiqarib o'tiribdi qarorda. Jinoyat alomati borligini, jinoyat ochilganini yana e'lon qilib o'tiribdi. Yo'q dedi, bu jinoyat yo'q dedi. Yana qaysi bir farosat kerak buni tushunish uchun? Qanaqa farosat kerak? Qanaqa aql kerak buni tushunish uchun? Yo, Otabek aka, uni tushunishga. Provokatsiya shunaqa ketyapti. Yo'l shunaqa tanlangan. Keyin ularni studiyalarda o'qitgan, nimalar o'qitgan. Agar hamma odam advokat olmasdan domlani olib borib o'tirg'izib Agar studiyani o'qish kerak bo'lganda, menman degan ubistvalar, menman degan
terroristlar, menman degan nima deydi, narko bizneslar qamoqdan chiqib kelardi ular. Mayli, nimani ro'za Ramazon oyi o'zi bir yilda bir oy keladi. Alloh yaxshiyam shu oyga to'g'ri keldi. Mana sudlarimiz ham Xudoga shukr meni tinchib qoldi. Ochig'i nimalarda haqiqatan nima ham qochib qolaytiradi. Allohga shukr aytdim. Xudo dedim shu Ramazon nima qilib tugamasin dedim. Men mana shu sudlarim eson-omon o'tib olsin. Bunaqangi iflos ishlar qilolmayman dedim. O'zing guvohsan dedim. Ha, Xudoga oson, Xudoni belgilangan nimasida yo'nalishida ketyapti. Endi qolganlarga insof bersin, bizga sabr bersin, sabrimizga yarasha ajr bersin. Yo, Sizlarga men bitta kattakon narsaga rahmat. men tushunmayman-da Gulirani. Men fleshkani ko'rsatdim, mana fleshka deyapman. Uni milisaxonadan o'g'irlab chiqqanimiz yo'q. Birovni cho'chigidan olib chiqqanimiz yo'q. Birovni kompyuterdan ko'chirib olganimiz yo'q. Nagilar aytyapman, bitta xodimni o'zi olib kelib berdi deyapman. Yana nima deyishim kerak? Men hayronman. Qani o'sha fleshka? Fleshka men hozir to'g'risini aytaman, qaytarib berdim. Omonating o'zingda tursin deb men qaytarib berdim. Ertaga buni qo'yadimi, tarqatadimi, nima qiladi? Buni muammosi. Gulira'noni muammosi. Tergovdan keyin chiqaraman. Men mana xalq oldida aytyapman, prokuraturada ham aytib kelganman. Aytyapman. Tergov siri degan narsa bor. Hozir tergovda ekspertiza o'tkazildi. O'sha nima detektordan o'tdim. Savol-javoblardan o'tdim. Shular yapman hozir natijasini. Hozir aytib bera olmayapman. Bunaqa bo'lyapti. Misol nimalaridandirki norozimanki, men nimaga respublika yasiga nimalardanki rozimanki, tergovda tugashini kutyapmanki. Tergov keyin qolgan ma'lumot chiqaraman deyapman. Lekin chiqaraman. Hali o'sha har bir holat bo'yicha chiqaraman. To meni konstitutsion holatdagi haq tiklanmaguncha kurashaman. Bular nima deyishidan Alloh bergan umrda yashayman, Alloh bergan rizqini yashayman. Agar meni farrosh desa qolganlar achchig'ingiz chiqmasin. Eshak degan laqab, farrosh degan laqab menimcha qalbga botmaydi. Yaxshigina hazm qilsa bo'ladigan nima. Allohga shunaqangi nom beribdi. Bir hayvonga o'xshatgan yo'q, bir boshqa narsaga o'xshat. Birorta joyda ketimga tepki yeb qochgan joyim yo'q. Kurashyapman. Yuzma-yuz kurashyapman. Keyin kelib olib kuchaymayapman. Qayergadir borib tepkini yeb chiqib kimnidir g'iybat qilmayapman. Men o'zimni holatim bo'yicha o'zimni yo'nalishim bo'yicha gaplashyapman. Qaysidir ayolni etidan kun ko'rmayapman men. Qaysidir ayolni. Xo'p, men bu jurnalist, bloger iltimos qilganman. Iltimos menga yordam beringlar. Yordam beringlar xalq. Yuqoriga ovozim yetib borsin deb yordam so'raganman. To'xtang, mana bitta joyga shu yordam so'ragan joyingizda, aynan menda yordam so'raganingiz yo'q. Men o'zim borganman. Shu holatni gapirib bering, nima bo'lganini? Siz birinchi borganingizda Otabek aka sizni ko'zlarim ma'lum edi. Meni вообще nafrat bilan kirib borgansiz. Men eslayman. Quvvat tuman sud. Hali gapimdan xafa bo'lmang. Shunaqa yomon ko'rib kirib bordingizda, mana umi dedingiz. Borganingizda, men aniq esimda, tarixchiman. Har bitta detal esimda turibdi. Siz aytdingizki, mana umi o'sha deyordingiz, Sirojiddin aka, ha, Otabek. Narsalar bo'lyapti sud ketuvdi. Sud ichida boshqa faktlar chiqib kelyapti. Keyin o'sha kuni haligi nima qilib turdingizda, уже bir ikkita suddan keyin уже sizni chiqarishni boshladi. Yo, birinchi kim bilan ko'rishdim men? Birinchi kirib Rasulov bilan Akmal Hajayevlar bilan ko'rishgansiz. Birinchi kirib borib. Jasur Rasulov bilan eshigini tagida ko'rishdingiz, Akmal Hajayev bilan haligi o'tirgan sidinning oldiga borib. Siz bilan ko'rishganim yo'q. Hattoki salomingizga ham hali olganim yo'q. Yo'q, men bilan ko'rishmaysizda, mana dedi Sirojiddin akaga qarab. Keyin yoningizdan nalog o'tib ketdi-da, nariyoqqa borib o'tirib, nima soliqchi kelmaydimi sudga? U qatnashmayaptimi dedingiz. Keyin haligi nima soliqchi mana aniki o'tirgan deb haligi nima qilsa ham, mana jinnimi bilan gaplashganmikan deb haligi nima qilib haligi o'zinglar erkaklar o'zaro gaplashdilar. Men keyin aytaman, ular ko'rganingizdan siz yoritaylik degan holatingiz bo'ldi. Nimani xalq ko'rsin debdi. Men sudga iltimosnomani men kiritdim. Qabul qilmadi. Sizdan keyin obratno men iltimosnoma kiritdim. Keling dedim, shuna jurnalist holatni boricha yoritib berib tursin dedim. Ichki ishlar xodimligi maxfiy ma'lumot chiqib qolish ehtimolini inobatga olib turib, ular bu narsani yo'q. Lekin
Mana shu holatda uzr gapingiz bo'ldi. Men Guliranodan oldin men ikkita xodim bilan ko'rishganman. Hattoki Gulirano Qosimovani salomiga ham alik olmaganman. Mayli prosta noto'g'ri tushuncha bilan kelganman, nima bilan kelganman. O'sha ikkita ichki ishlar xodimlari bilan gaplashganimizda, o'shanda jasur men intervyu berishga tayyorman deganda, qolganlari qo'ymagan. To'g'ri. Lekin Gulirano chaqirmagan. Men o'zim borib, o'sha birinchi ko'rishgan odam shu ikkita shaxs bo'lgan. Keyin bu sud jarayonlarini, tergov jarayonlarini ko'rib, keyin meni fikrim o'zgardi. Keyin ular mendan qochishni boshladi. Ularning orqasi ochilgandan keyin. Keyin Xullas, Gulirano hali bo'lmasa, bu masalada hali gapimiz tugamaydi. Hali sud jarayoni davom etyapti, tergov jarayoni ham davom etyapti. Yana qo'shimcha tarzda mana mana bu kechagi ayolda, ikkinchisi mana u Ara magazinda nimasini yana qo'shimcha tarzda o'sha sudga berildi. Ichki ish ustidan yozildi, ariza qilindi. Hali bu narsamiz davom etadi. Hozir mana 1 soatdan oshiqroq efir qildik. Xudo xolasa odamlarni ham zeriktirib yormaylik. Hali bo'layotgan tahlillarda bundan buyog'iga siz bilan sudda mana bor haqiqat kerak bo'lsa, suddan chiqib men kerak bo'lsa efir qilamiz. O'zingizni og'zingizdan chiqsa. Qani kimdir haqiqati qayergacha boradi ko'ramiz endi. bo'ldi aka, sizni tushundim. Rahmat kattakon. To'g'ri aytyapsiz. Menimcha xalqni qiziqtirgan savollar va ularni o'ylantirgan bir holat deb o'ylaymanki, ariza qiling. O'sha Temur rais shu Halilov Ulug'bek nima o'sha ishqib Tojikiston ariza qilingan, u kiberxavfsizlik o'rganib turib, уже menimcha qidiruv e'lon qilib turib, keyin aqa tashlab berilar ekan. Rossiyadan o'zlari shug'ullanar ekan. Dilnur ustidan ham, Esiyor Alimjonovdan ham bor fakti bilan chimyonli qiz ekan. Uni ham nima qilib turib berdik. Endi u yog'iga qonun o'zlari hal qiladi. Mana misol kerakli pozitsiyamda turibman. Hech qaysi gapimni, hech qaysi holatim yo'q. O'sha vaziyat. Agar qandaydir yangilik bo'ladigan bo'lsa, efirlarga chiqib aytamiz. Sizga ham rahmat kattakon Otabek aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Xudo xolasa. Rahmat. Yaxshilik ko'rishaylik. Rahmat. Xullas, hammanglarga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, omonlik o'zinglarni ehtiyot qilasizlar. Biz mana barcha ma'lumotlarni o'sha qiziqtirgan savolinglarga javob berdik degan umiddamiz. Endi bundan buyog'iga mana shu haqiqat o'rtada bo'lishligi uchun Gulirano Qosimova bilan har sudda oxirida bo'lgan holatda realni efir qilamiz. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xato va kamchiliklar uchun, mana bu efirdagi ba'zi bir kamchiliklar uchun biz uzr so'raymiz. Sababi biz hozir hech kimga va'da bermadikki, o'sha efirlarda o'qiymiz yoki efirlarga kommentariyalarda javob beramiz degan holatimiz bo'lganda, hozir 3 soatdan oshiq efir bo'lib ketardi. O'shuning uchun mayli. Negativ yozayotganlar, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz Allohga kifoya qilib qo'yamiz. Boshqa hech kimga hech qanaqa yomonligimiz yo'q, hech qanaqangi bir gapimiz ham yo'q. Mayli, xullas endi biz hammamiz jarayonni kuzataylik. O'sha nima deydi? Sud tugasin, tergov tugasin, mana o'zini og'zidan eshitdinglar. Chiqaraman qolgan videoni ham deyapti. O'sha sizlar qiziqqan, aynan o'sha kimnidir tanasini ko'rishga qiziqayotgan holatlaringni mana o'zi og'zi bilan aytdi, chiqaraman darshi dedi. Sud tugagandan keyin. Endi bu yog'iga Xudo xolasa sabr qilasizlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.